Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Mana shu ko'rib turgan kurasalaringni qanaqa qilib noldan sabrat qilishni, ya'ni yig'ishni ko'rsatib o'taman video davomida. Mana hozircha ko'rib baho beringlar kurasanga. Bu tog'li kurasan deyiladi. Birinchi bo'lib tovuqni grutka qismini, ya'ni ko'krak qismini, grutka qismini olib, mana shu tarzda ozcha lishma go'shtlardan tozalab olamiz. Чтобы чистая грудка o'zi qolish uchun. Чесночный масло, приправа для курицы, degan tog'lik uchundir. Bunisi soyavий соус и красный paprika, qizil paprika. Ishimizni chesnochniy sousni sovishdan boshlaymiz. Mana bu chesnochniy sous yog' bilan chesnokni blenderdan o'tkazilgan. Mana приправа tog' uchun, именно специальный приправа tog' uchun. Yaxshilab sepib olamiz. Bu krasniy paprika deydi, qizil. O'sha bolgarskidan maydalangan. Shirin. Achchiq emas bu. Oxirida mana bu soyavий соус deydi. Mana shu soya yog'i. Yog'i emas, shu sousida soyani sousi. Shundan qo'yamiz. Bu ta'miga o'ta ham ajoyib ta'm qo'shadi. Darcha yaxshilab surkab olamiz. Hamma yog'iga bir xil qilib. Xuddi mana shunaqa tarzda yaxshilab marinovat qilamiz. Tak, mana do'stlar, marinovat bo'ldi. Bitta mana tovuq kurkalarimiz. Endi duxovkani to'g'rilab olamiz. Bizga 180 gradus kerak. 180 o'tdak. 18 minut. 18 minutga qizdirib olamiz hozir. Mana duxovka 180 gradusda qizib bo'ldi. Ochamiz. Va tovuqni solamiz. Bo'ldi, u bilan xayrlashamiz 18 minutga. Mana grutka pishib oldi, buni sekin ingichka qilib shunaqa shaklda pishadi. Xuddi mana shunaqa shaklda. Mana kesib ham oldik. Отдельный idishga terib qo'yamiz. Mana shunaqa ko'rinishda chiroyli qilib terib qo'yamiz. Mana ko'rib turganlaringdek qolgan mahsulotlar, sous, chesnochniy. Va kurasanni o'zi, tovuq, bodring, tonki yupqa qilib kesilgan. И salat iceberg. И pomidor. Kurasanni mana shunaqa nojda kesib olamiz. Xleb uchunda bu отдельно. Jarrali noj. Pichoq. Mana shunaqa qilib ochib olamiz orasini. Va salatni qo'yamiz. Salat iceberg. Nomi iceberg. Ustiga sousni surtamiz. Xuddi mana shu ko'rinishda. Ustidan pomidor, yupqa qilib kesilgan pomidorlarni qo'yamiz. Pomidorning ustidan bodring. Bu ham shunaqa ingichka qilib kesilgan. Yupqa qilib. Chiroyli qilib bodringlarni terib olamiz. Bu shtoba vitrinada turganda o'zgacha vid berib turish kerak, ko'rk deydimi? Chiroyli bo'lib turish kerak. Klientni o'ziga chaqiradigan qilib. Mana tovuqlarni terib olamiz chiroyli qilib. Shunaqa shaklda qo'yish kerakki, shtoba ko'zga ko'ringanda mana ol deb turish kerak. Mana xuddi mana shunaqa shaklda tovuqlarni qayirib, buklab, tovuq go'rotkalarni terib olamiz. Mana tovuqlarni ham terib bo'ldik. Endi mana shunaqa qilib ustini yopamiz. Bu yog'iga qarab chiroyli qilib